Siz salomga kirmadingiz. Men kirmayman yotaman dedim. Faoliyatim davomida shu yangi ish boshlaganimda bir hoji buvamizni o'sha orqali olib ketdim o'zim. Subhanalloh, juda ham yaxshi holatda ketgan odam. Bu yerdan tushdik, Madina Munavvaraga yetib bordik, istimalashni boshladi, kasal bo'ldi, yotdi. Ketdik salomga chiqamiz desam, yo'q deydi. Men kasalman, yotaman, xonadan chiqmayman dedi. Borib kelib yuribmiz. Endi o'zim bilan o'zimman, yangi, ya'ni hali Ka'baga Muazzamaga, Madina Munavvaraga to'ymaganman. Yonimda ish yeriga o'rtog'i bilan birgalikda borib kelib yuribmizda, ketadigan paytimiz bo'ldi. Siz salomga kirmadingiz. Men kirmayman yotaman dedi. Bir narsa qilib yurib, haligi sudrab yurib olib chiqdik deydi-yu. Olib chiqib salomga olib bormoqchi bo'ldik, yaramadi bu yog'iga. Ya'ni qibla tomonda emas, boshqa tomonda, qarama-qarshi tomonda, orqa tomonda yotuvdik shu. Yaramadi yetib borgan. Qaytaman dedi, qaytib kirib ketdi. Endi Madina Munavvaradan Makka Mukarramaga ketadigan paytimiz, Makka Mukarramaga ehromlarni o'raldi. O'ramayman deydi. Subhanalloh, o'ramasiz bo'lmaydi. Ka'ba tavof qilish kerak, Safo Marva qilish kerak. Qilmayman deydi. Sen tushunmaysan. Keyin undan Zulhulayfaga bordikda, u yerga borgandan keyin niyat qilib chiqish kerak, bilamizmi? Niyat qilib chiqish kerak. Bu yoqqa ham kirmayman dedi. Niyat qilolmasiz bo'lmaydi. Avtobusda niyat